Qaysi san'atkorlar bilan hamkorlik qilmoqchi bo'lardingiz? Charlie XCX bilan. Men u bilan hamkorlik qilmoqchi bo'lardim. Blackpink a'zosi Lisa bilan yoki ijodkor Lisa o'rtasidagi farq nima? Hammasi bilan bog'liq. Yolg'izman va do'stlarimni sog'inaman. Shu yil yana birga bo'lishini intiqlik bilan kutyapman. New Woman videongiz ochilish sahnasi bilan boshlanadi. Birinchi mobil telefoningizni eslaysizmi? Ha, men 10 yoshda edim. Otam bilan kelishdim. Agar maktabga yolg'iz boradigan bo'lsam, telefonim bo'lishi kerak. Shunda men Nokia oldim. U orqali musiqani ham o'ynatish mumkin edi. Juda xursand bo'ldim. Rossiyalar bilan hamkorlik qilish qanday edi? U juda professional. Nima istasa shuni darhol qiladi. Bir sahnada uning lablari mening sirg'amga tegib ketgan edi. Yorug'lik to'g'ri emas edi. U esa darhol yorug'likni ozgina o'zgartiraylik dedi. Men esa, "Xo'p, men sizga barqaror turaman" dedim. Bu sahnada suratga olish qiyin bo'ldimi? Ha, qiyin edi, chunki men harakatsiz turishim kerak edi va u lablarni juda ko'p harakat qila olmasdi, lekin video juda qiziqarli edi. Rockstar videoda o'zingizning qattiq tomonlaringizni ko'rsatdingiz. Haqiqiy hayotingizda klassik rockstar nimalarni qilasiz? Klassik rockstar? Menga klassik rockstar juda ham yoqadi. Mashinalar degandek. Men mashina sevuvchisiman. Agarda men biron bir mashinani sotib olishni istasam yoki shunchaki orzumdagi mashinani ko'rib qolsam, shunchaki men kartamni ching qilaman xolos. Bu shunchaki ching. Yaxshi. K-pop yulduzi bo'lish haqida odamlar nimalarni bilmaydi? Nima haqida gapirdi? Siz hech qachon yetarlicha uxlolmaysiz. Samolyotda ko'p uxlayman, lekin hali ham yetarli emas. Umuman yetarlicha uyqu bo'lmaydi. Blackpinkga auditsiya qilganingizda qaysi qo'shiq kuylagan edingiz? Men Rihanna qo'shig'ini kuyladim. Nima edi? Take a bow. Juda asabiy edim. So'zlarni hatto kuyladim. Lekin ular menga e'tibor berishdi. Ehtimol men juda o'ziga xos edim. Agar meni qayerdadir ko'rib qolishsa, yolg'iz ko'rib qolishsa, axir bu o'sha qizku deyshadi. Eng ko'p ilhomlantirgan san'atkor kim? Rihanna, uning uslubi, musiqasi, sahnadagi chiqishlari. Sizga Rihannaning qaysi qo'shig'i yoqadi? U to'g'ridan-to'g'ri vertolyotdan tushib kelgan. U shunday ajoyibki, repni o'rganish qanday bo'ldi? Juda qiyin bo'ldi. Lekin prodyuserim Teddy yordam berdi. U One Time guruhida bo'lgan. Rapimni shakllantirishga u yordam berdi. O'z hissasini qo'shdi. Raqs harakatlarini tez o'rganishdagi siringiz nimada? O'zingizni nazorat qilishingiz. Darsga diqqat bilan e'tibor berishim kerak va albatta, keyin esa dam olaman, uxlayman va hamma narsani eslab qolaman. Har bir raqs harakatiga o'z Lisa uslubimni qo'shaman. Bu meniki Lisa uslubi. Biroz ozgina ziravor qo'shish kabi.